Menga ko'pchilik Yangi Toshkentga qurayotgan proyektlarimizdan yoki oxirgi marta Buxoroda 52 gektarli kottejный poselok qurayotgan proyektlarimizdan obuna bo'lishgan ekan, lekin deyarli o'zim haqimda ma'lumot bermagan ekanman. O'zi men kimman? O'zim Buxorolikman, ismim Baxtiyor. Normalniy oilada tug'ilib o'sgan bo'lsam ham riskka borni qilganman va 16 yosharimdan kolbasa dilersiz deysizmi, mashina olib sotish, tabashka hammasiga kirib va mana shu oxirgi 9 yilda qurish sohasida qolganman. Va qurish sohasida nafaqat qolyapman, balki oxirgi 2 yilim 15-20 million dollarlik bir nechta proyektlar bilan ishlayapman. Nafaqat Toshkent bozorida, balki boshqa bozorlarda ham tajriba orttirib, xudo xohlasa, xalqaro bozorda chiqish niyatim bor. Yaqinda gazni zo'rni ko'rasizlar. Men ko'p cho'zib o'tirmayman. Hozirgi paytgacha kelgan yo'lim haqida va developerlik cho'qqisiga qanday chiqayotganligim haqida bu vlogda gapirib o'taman. Agar siz qurilish biznesiga kirmoqchi bo'lsangiz yoki qurilish biznesi sizga qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'ling. Nimaiki bu vlogda bundan keyin faqat development, pul va qurish haqida gapiriladi.